Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqa masalasida ko'pchilik uchun juda og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan muhim xabarni tushuntirib beraman. Bu gap har bir pensionerga tegishli. Kimdir pulini o'z vaqtida ola olmasligi mumkin. Kimdadir to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Kimdandir ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rish juda muhim. Men sizlarga vahima tarqatish uchun emas, balki oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'p odamlar muammo chiqqandan keyin yugurib yuradi, aslida esa 2-3 ta hujjatni oldindan tayyorlab qo'ysa, bir necha oy pensiyasiz qolib ketishning oldini olish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p pensioner ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya tayinlangandan keyin pensioner har oy belgilangan sonda pulni olib kelardi. Kimdir bank kartasiga olardi, kimdir pochta orqali uyiga oldirardi. Kimdir ishonchnomasi orqali farzandi yoki qarindoshiga oldirardi. Ko'p hollarda hujjatlar bir marta topshirilar. Keyin esa odamlar pensiya tayinlandi, endi har oy kelaveradi deb o'ylardi. Lekin hozir tizim asta-sekin ancha qattiqlashmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Pensionerning tirikligi, yashash joyi, bank kartasi egasi, pasport ma'lumotlari, ish staji, nogironlik muddati, chet elga chiqib ketgan-ketmaganligi, ishonchnomaning amal qilish muddati, hatto ayrim hollarda boshqa daromadlar ham tekshiruvga tushishi mumkin. 1-iyuldan keyin aynan mana shu tekshiruvlar va to'lov tartibidagi o'zgarishlar sababli ayrim pensionerlar nega pulim tushmadi? Nega pochta olib kelmadi? Nega bankda pul ko'rinmayapti? degan savollar bilan duch kelish ehtimoli oshadi. Bu yerda eng yomon tomoni shuki, hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir umuman sezmaydi, pensiyasi odatdagidek tushadi. Lekin kimning hujjatda kichik xato bo'lsa, kimning ma'lumotlari bazada mos kelmasa, kimning kartasi muddati tugagan bo'lsa, kim uzoq vaqt yashash joyida ko'rinmagan bo'lsa, kimning ishonchnomasi eskirgan bo'lsa, o'sha odamlar muammoga duch kelishi mumkin. Men oddiy qilib aytaman. Pensiya kamaytirildi degan gapni eshitib darhol vahimaga tushmang. Gap ko'proq to'lovni olish tartibi, tasdiqlash, qayta tekshiruv, hujjatlarning mosligi va ayrim holatlarda to'lovning vaqtincha ushlanishi haqida ketmoqda. Ammo pensioner uchun pulning bir oy kechikishi ham juda katta muammo. Chunki ko'pchilik dori oladi, kommunal to'lov qiladi, oziq-ovqat oladi, qarzini yopadi. Shuning uchun bu o'zgarishlarni yomon xabar deyish mumkin. Birinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya oladiganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil iyun oyida amal qilish muddatini tugatgan bo'lsa, u oldin ham tushaverar deb o'ylashi mumkin. Lekin bank tizimi kartani yopgan bo'lsa, pensiya o'tkazmasi qaytib ketishi yoki hisobda ushlanib qolishi mumkin. Natijada pensioner 1-iyuldan keyin pul tushmadi deb bankka boradi. Bank esa kartangizni yangilang deydi. Kartani yangilash 2 kun, 3 kun yoki undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Agar pensioner qishloqda yashasa, tuman markaziga o'sharak bo'ladi. Mana shu oddiy kartaning muddati tugashi ham bir oylik pensiyani kechiktirib qo'yishi mumkin. Ikkinchi guruh, ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar. Masalan, ona S-78 yoshda o'zi yura olmaydi. Pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma 6 oyga yoki 1 yilga berilgan bo'ladi. Ko'p odamlar uning tugash sanasiga qarab o'tirmaydi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pochtachi yoki bank xodimi pulni bermasligi mumkin. Bu qattiq tuyuladi, lekin ular ham qonun asosida ishlaydi. Agar muddat o'tgan ishonchnoma berilmagan, agar muddat o'tgan ishonchnoma bilan pul bersa, keyin javobgarlik xodimning o'ziga tushadi. Shuning uchun 1-iyuldan keyin ayniqsa ishonchnoma masalasi jiddiy tekshirilishi mumkin. 3-guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala nogironlik muddati. Ayrim nogironlik guruhlari doimiy beriladi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Fuqaro 2 guruh nogironlik nafaqasini 1 yilga olgan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati tugasa, yangi xulosa bazaga kiritilmaguncha to'lov to'xtab qolishi mumkin. Odam men axir kasalman, kecha ham kasal edim, bugun ham kasalman deydi. Men buni tushunaman, lekin tizim hujjatga qaraydi. Hujjatda muddat tugagan bo'lsa, to'lov avtomatik tarzda ushlanishi mumkin. 4-guruh
o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar. Bu nafaqa ko'pincha bolalarga, o'quvchilarga, talabalar holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi. Agar u o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qiyotganligi haqida ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Bu yerda ham oilalar bizga hech kim aytmadi deb qolishadi. Shuning uchun farzandingiz 15 yoshga yaqinlashgan bo'lsa yoki talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini oldindan tekshiring. 5-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, pensioner Rossiyaga yoki boshqa davlatga farzandining oldiga 5-6 oyga ketgan. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartasiga tushyapti. Ba'zi holatlarda bu muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar tizim pensioner uzoq vaqt mamlakatda emasligini, yashash joyida tasdiqdan o'tmagani yoki boshqa ma'lumotlar mos emasligini ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma orqali pul yechib olinayotgan bo'lsa, savollar ko'payadi. 6-guruh pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarganlar. Masalan, pensioner yangi ID karta oldi, familiyasi hujjatda boshqacha yozildi. Tug'ilgan sana yoki manzil bazalarida turlicha ko'rinmoqda. Bitta harfdagi farq ham ayrim elektron tizimlarda muammo keltirib chiqaradi. Odamning pensiya hujjatida Xudoyberdiyev deb yozilgan. Bank bazasida Xudoyberdiyev deb turgan bo'lsa, to'lov jarayonida moslik tekshiruvida savol paydo bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 69 yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati iyul oyining boshida tugagan. Otaxon baribir hisobim bor-ku deb o'ylaydi. 1 yildan keyin pensiya tushadigan kuni bank ilovasida pul ko'rinmaydi. Bankka borsa karta yopilgan. Yangisini chiqarish kerak deyishadi. Agar u kartani oldindan yangilaganida muammo bo'lmas edi. Endi esa pensiya bir necha kun ushlanadi. Kommunal to'lovni kechiktiradi, dori olishga qiynaladi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi bu pensiyasini nabirasi orqali oldiradi. Ishonchnoma 10 yil kuni tugagan. 11 yil kuni nabira bankka boradi, lekin pul berilmaydi. Bu o'zi yura olmaydi, notarius chaqirish kerak bo'ladi. Notarius xizmati yo'l xarajati, vaqt ketadi. Agar oila ishonchnoma muddatini 5 kun oldin tekshirganida bu muammo chiqmas edi. 3-misol. Farg'onadagi nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi iyun oxirida tugagan. U shifokorga yozilgan, lekin navbat avgustga berilgan. Iyul oyida to'lov kelmaydi. Sababi tizimda yangi xulosa yo'q. Bu vaziyatda fuqaro tibbiy muassasaga borib, ko'rik jarayoni boshlanganini tasdiqlovchi hujjat zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza topshirishi kerak. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan oila farzandi kollejni tugatgan, universitetga hujjat topshirgan, lekin hali talabalikka qabul qilinmagan. Shu oralikda nafaqa to'xtab qolishi mumkin. Oila buni oldindan bilmasa, nega pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Demak, yosh o'qish holati va ma'lumotnoma masalasi doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz amalda bo'lsa, har oy pulni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha kutilmagan joydan chiqadi. Karta yopilgan bo'ladi. Telefon raqam bankda eskirgan bo'ladi. Pasport seriyasi yangilanmagan bo'ladi. Yoki pochta ro'yxatida manzil noto'g'ri turadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ba'zan banklararo o'tkazma kechikadi. Ba'zan dam olish kunlari ta'sir qiladi. Ba'zan texnik yangilanish bo'ladi. Lekin 2-3 kun o'tib ham pul tushmasa, kutib o'tirmaslik kerak. O'zi kelib qolar deb bir oy o'tkazib yuborsangiz, keyin sababni aniqlash qiyinlashadi. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Agar tizim keyinchalik sizga pensiya yoki nafaqa ortiqcha to'langan deb topsa, davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin ma'lumot kech yangilangan. Shu orada yana 2 oy to'lov ketgan. Keyin sizga 2 oy ortiqcha to'langan deyilishi mumkin. Yoki o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasida bola o'qishni to'xtatgan, lekin oila bu haqda xabar bermagan. Keyin ortiqcha to'lov qarz sifatida chiqadi. Pensioner uchun bu juda og'ir,
Chunki keyingi pensiyadan ushlab qolishlari mumkin. Uchinchi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda pensiya turi qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar odamning ishlashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya oluvchi ishlasa, hamma holatda pensiya to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin ba'zi qo'shimcha ustamalar, ayrim ijtimoiy yordamlar yoki muayyan shartli nafaqalar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ishlaydi. Unga hech narsa bo'lmadi. Demak, menga ham bo'lmaydi deb xulosa qilmang. Har bir pensiya ishi alohida ko'riladi. 4-nozik jihat yashash manzili. Ko'p odam propiskasi bir joyda, o'zi boshqa joyda yashaydi. Masalan, pensioner Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandnikida yashaydi. Agar pochta orqali pensiya olsa, manzil masalasi darhol muammo bo'ladi. Bank kartasi orqali olsa ham ayrim tasdiqlash jarayonlarida manzil mosligi so'ralishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy yashash joyingiz va ro'yxatdagi manzilingiz bo'yicha savollar chiqsa, oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. 5-nozik jihat telefon raqam. Hozir ko'plab xizmatlar SMS kod, bank xabarnomasi, elektron tasdiq orqali ishlaydi. Pensionerning bankdagi telefon raqami eski bo'lsa, karta blokdan chiqmaydi, ilovaga kira olmaydi, xabarnoma kelmaydi. Farzandining raqamiga ulangan bo'lsa, farzand chet elga ketgan bo'lishi mumkin. Keyin oddiy operatsiya ham murakkablashadi. Men pensionerlarga doim aytaman, bankdagi telefon raqamingiz amalda ishlayotgan. O'zingiz yoki ishonchli yaqiningiz nazorat qiladigan raqam bo'lsin. 6-nozik jihat hujjatdagi ism familiya. Ayniqsa eski pasportdan yangi ID kartaga o'tganlarda, nikohdan keyin familiyasi o'zgargan ayollarda. Ruscha o'zbekcha yozuv farqi bo'lganlarda xatolar uchraydi. Bitta harf sabab to'lov to'xtab qolishi adolatsiz ko'rinadi, lekin elektron tizim shunday ishlaydi. Shuning uchun bank, pensiya bo'limi va pasport ma'lumotlarida ism familiya bir xil yozilganini tekshiring. 7-nozik jihat pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu juda og'ir mavzu, lekin aytishim kerak. Ba'zi oilalar pensioner vafot etganidan keyin ham kartadagi pensiya pulini yechib olish mumkin deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri va keyinchalik jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Agar vafot holati qayd etilganidan keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, pulni qaytarish talab qilinadi. Meros, dafn puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda yashirincha karta ishlatish emas, rasmiy tartibda murojaat qilish kerak. 8-nozik jihat menga hech kim xabar bermadi degan gap har doim yordam bermaydi. Davlat organlari ma'lumotni bazalar orqali tekshirishi mumkin, lekin fuqaro ham o'z holatdagi o'zgarishni vaqtida bildirishga majbur bo'lishi mumkin. Masalan, o'qish to'xtadi, nogironlik muddati tugadi, yashash joyi o'zgardi. Bank rekviziti o'zgardi, ishonchnoma tugadi. Bularni o'z vaqtida tekshirmaslik keyinchalik pulning ushlanishiga olib keladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 0724 deb tursa, bu karta 2024 yil iyul oyigacha amal qiladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa yoki tugagan bo'lsa, bankka boring va kartani yangilang. Bankka borganingizda pasport yoki ID kartani olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Ishonchnoma kerakmi? Oldindan telefon qilib so'rang. Ikkinchi qadam. Pensiya tushadigan hisob raqamingiz faol ekanini aniqlang. Ba'zan karta yangilangan, lekin pensiya eski hisobga bog'langan bo'ladi. Bankdan mening pensiya to'lovim qaysi kartaga yoki qaysi hisob raqamiga ulangan deb so'rang. Agar hisob o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yangi bank rekvizitlarini taqdim etish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Ishonchnoma orqali pensiya olsangiz, uning tugash sanasini bugun tekshiring. Notarius bergan hujjatda sana aniq yoziladi. Agar muddati yil oy ichida tugasa, yangilashni kechiktirmang. Pensionerning o'zi notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Ishonchnomada aynan pensiya, nafaqa, bankdan pul olish, hujjat topshirish vakolatlari aniq yozilgan bo'lishi kerak. Umumiy gaplar ba'zan yetarli bo'lmaydi. 4-qadam. Pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSS shir, yashash manzili to'g'ri bo'lsin. Agar hujjatingiz yangilangan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limida eski ma'lumot turib qolmaganini aniqlang. Bankda ham shuni tekshiring.
bir joyda yangiladim. Hamma joyda avtomatik yangilanadi deb ishonib qolmang. 5-qadam. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olsangiz, tibbiy xulosaning amal qilish muddatini tekshiring. Qachon qayta ko'rikdan o'tishingiz kerakligini yozib qo'ying. Muddat tugashiga 2 oy qolganda harakatni boshlang. Shifoxona, tibbiy komissiya, zarur tahlillar, yo'llanma masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Agar navbat cho'zilsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. 6-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar farzandlarining yoshi va o'qish holatini tekshirsin. Bola 15 yoshga to'layotgan bo'lsa, o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Talaba kontraktda o'qiyaptimi? Grantdami? Akademik ta'til olganmi? O'qishdan chetlatilganmi? Bularning hammasi muhim bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomani vaqtida oling va tegishli bo'limga topshiring. 7-qadam. Agar pensiya kechiksa, darhol 3 joyga murojaat qiling. Birinchisi, bank. Pul kelganmi? Hisob faolmi? Karta ishlayaptimi? Ikkinchisi, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limi to'lov ro'yxatida bormisiz? To'lov ushlanganmi? Sabab nima? Uchinchisi, agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limi ro'yxatda ismingiz bormi? Yetkazish sanasi qachon? Har bir joyda og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa, yozma ariza qoldiring. 8-qadam. Ariza yozishni biling. Arizada men falonchi JSSH raqamim, manzilim, telefon raqamim, pensiya yoki nafaqa to'lovim 11 yildan keyin tushmagan sababli to'lov holatini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport nusxasi, bank karta rekviziti, ishonchnoma nusxasi, tibbiy xulosa yoki o'qish ma'lumotnomasini ilova qiling. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini oldiring. 9-qadam. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tayinlash hujjati, bank rekvizitlari, ishonchnoma, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlar, avvalgi murojaatlar nusxasi. Ko'p pensionerlar har safar bitta qog'ozni qidirib sarson bo'ladi. Hujjat tayyor bo'lsa, muammo tezroq hal bo'ladi. 10-qadam. Farzandlar va qarindoshlar pensionerlarni yolg'iz qoldirmasin. Ayniqsa 7 yoshdan oshganlar, nogironligi borlar, ko'zi yaxshi ko'rmaydiganlar, bank ilovasidan foydalana olmaydiganlar yordamga muhtoj. Lekin yordam berayotganda ham hamma ishni qonuniy qiling. Karta PIN kodini olib yashirincha pul yechish emas, rasmiy ishonchnoma bilan ish yuritish to'g'ri yo'l. Yana bir muhim maslahat. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Kimdir 11 iyuldan hammaning pensiyasi bekor bo'ladi deb yozishi mumkin. Kimdir hamma qayta hujjat topshirishi shart deyishi mumkin. Bunday gaplarni eshitsangiz, rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, mahalla davlat xizmatlari markazi orqali aniq javob oling. Men ham sizga shuni aytaman, vahm emas, tekshiruv va tayyorgarlik kerak. Hurmatli tomoshabinlar, 11 iyuldan keyingi asosiy xavf shundaki, pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha hujjatlar, bank kartalari, ishonchnomalar, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi va shaxsiy ma'lumotlar yanada jiddiy tekshirilishi mumkin. Hamma pensioner pulidan ayriladi degan gap yo'q. Lekin hujjatda xato bo'lgan, kartasi eskirgan, ishonchnomasi tugagan, ma'lumoti bazada mos kelmagan odamlar kechikish va to'xtatib turish bilan duch kelishi mumkin. Bugun qiladigan eng to'g'ri ishingiz kartani tekshirish, ishonchnoma muddatini ko'rish, hujjatlarni moslashtirish, kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga borish va yozma javob olish. Shunda muammo chiqsa ham uni tezroq hal qilasiz. Sizlarda pensiya kechikishi karta muammosi, ishonchnoma yoki nafaqa bo'yicha shunday holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan ma'lumot bir oilani bir oylik pensiyasiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.